Mana bu dorini chiqardim, 50 metr qurt uchiradi. Yo'q, endi ishonmadim. Keyin dadasi bilan maslahatlashib, keyin dadasi murojaat qilishdi-da. Bu mikroskop hozir 400 marta kattalashtiryapti. Buni o'zi aslida razmeri, mana ruchkani nuqta qo'yasiz, shundan ham 50 marta kichkina. Bu o'zi to'kilmaydi, o'zi xohish bilan. Yo'q, o'z xohish bilan to'kilmaydi, bu dorini kuchi bilan hozir. Xudoga shukr, mana 20 kundan beri ichyapti shu dorini. O'shani ranglari o'zgarib ketdi. Bolalar dog'i yo'qolib qoldi, ham appetit ko'tarilib ketdi-da, yaxshi. Ovqatlanishi yaxshi, ham ana nimani kechasi tishlarni qichirlashni qoldi-da. Yaxshi, Xudoga shukr, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Va'daga binoan sizlar Termiz shahriga ham yetib keldik. Hozirgi ko'radigan jarayoninglar Muslimlar med klinikasida har bitta bolani ota-onasi ishtirokida mut va gelmensiz mahsulotdan iste'mol qilib, hozirgi kunda qanchalik ichidagi gijja qurtlarni tushirishini o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Do'stlar, bu yerda hech narsa kesib tashlanmaydi, montaj qilinmaydi. To'g'ridan to'g'ri jonli suhbatda, jonli efirda hammasini ko'rib borasizlar. Agar olib borayotgan suhbatlarimiz sizlarga yoqsa, ma'qul kelsa, gijjalarda o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'rib, ozgina bo'lsa ham ishonch uyg'onsa, bitta like, bitta podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki bizlar sizlar uchun harakatdamiz. Unda boshlaymiz. Do'stlar, hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Bizlar hozir Termiz shahridamiz, ya'ni Muslimlar med klinikasidamiz. Birinchi patsiyentimiz, ya'ni kichkintoyda dodalari olib kelibdi o'zlari bilan, bobosi bo'lar ekan. Tog'a qayerdansiz? Sheroboddan. Sheroboddan kelibdi. Termizda, Surxondaryoning Sherobod tumanidan kelibdi. Navarangiz necha yosh? 7 yosh maktabga chiqdi bu yil. Maktabga chiqdi, 7 yosh, to'g'rimi? Nima bo'lyapti navarangizda? Qorin og'riqlar, ko'ngillanishlar, og'ir dog'lar, nimjonlik, yoki o'smaslik, nima bu holatlar? Qanaqa holatlar ko'rib turardingiz? Yuzida dog' paydo bo'lardi, endi shu ichganimda yo'qoldi. Yo'qoldi. Necha kun bo'ldi ichirganingizga? Endi shu 10 kun, 15 kun bo'ldi. Shu 15 kun bo'ldi. Shu boyda 15 kun bo'ldi. Ota, mana hozir bolangizni klizma qilyapmiz. Mutvadan keyin bu klizma siz uchun, ya'ni ko'zingiz bilan ko'rishingiz uchun, hozir bor ko'rgan narsangizni mikroskopda, o'sha chelakda, axlatda ko'rgan narsangizni boricha efirda aytasiz, bor yo'q. Natijasini gapirasiz. Masalan, har bir inson o'zini ko'z bilan ko'rsa ishonadi-da. Shu dalneshim ichirishga yoki dalneshim shu farzandini o'zgarishini ko'rish uchun. Sizda o'zgarish bo'pti, yuzdagi og'doqlar ketibdi, navarangiz o'zgarish zo'r bo'pti. Endi shu isboti bilan xalq ham ko'rish uchun to'g'risini aytib, bir boshdan hozir ko'rganimizdagi natijalar bilan ulashaverasiz, tog'a. 15-sentyabr bo'lsa, bugun 8-oktyabr, 23 kundan beri ichiryapsiz, 24 kundan beri ichiryapsiz, bunday olib qarasa. Kurgom-bigom 20-24 kundan beri. Nima bo'lardi bolalaringiz? Qorin og'riq, ich og'riq, nima o'zgarishlar, oyoq og'riq, o'smaslik. Ro'ji bolalaringiz bir-biridan chiroyli, baquvvat bolalar. Nima o'zgarishlar bo'tdi? Yoki dog'larmidi? Ayniqsa o'rtadagi ikkinchi farzandimda juda ko'p. Oqarib ketganmidi yuzlari? Oqarib, dog'lari ko'p edi. Chunki hozir otaxonni ham navarasi oqarib ketgan, oq dog'lari ketdi deyapti-da, va shu dog'lar yo'qoldi deyapti-da. Sizda nima bo'ldi? Shu oq dog'lar sal yo'qolganda bo'lgan. Qarang, hozir ichimdan o'cha ko'p bo'lgan. Lekin shu qisqa muddat ichida o'sha dog'lar kamayishni boshladi. Orada qorin og'riq, oyoq og'riqlar bo'ldimi? Oyog'im og'riyapti, oyog'im charchayapti degan yoki uxlaganda dumalashlar. Dumalash ko'p. Dumalash ko'pmi? Dumalash ko'p, aynan charchoq, ko'p charchayman. Chunki askariyda qurti kechqurun ayoli ayniqsa o'sha orqa peshobga kelib, o'sha yerda turadi-da, o'sha yerga tuxum qo'yib, o'sha yerda avj oladi-da, qichitgan payti dumalaydi, adam bu yoqqa bezovta qilaveradi-da bolani. Buningizda o'zi yuzda o'zi ko'rinib turibdi-da. Bunda tamoyim fermasi bo'lgan ichida. Gijjani fermasi bo'lgan. Bu qizimiz endi mana. Bu oppoq o'zi shirin qiz ekan bu. Bunda orqalarida dog'lari bor. Oq dog'lari bor edi. Oldingidan ancha spokойно o'qimagan bolalaringiz? Ha,
Allohga shukr, kuz mavsumi boshlanganda tomoq birdan og'riydi. Hozir yaxshi. Hozir boshlangani yo'q, hali kutyapman. Ya siz kutmang, endi kutmang, endi kelmaydi, bo'ldi. Bugun endi ichidagi do'stlari bilan butkul xayrlashsa, butkul shu bilan qaytib keyin kuz keladimi, yoz keladimi, bahor keladimi, qaytib tomog'i ham og'rimaydi, hech qayta og'rimaydi. Jiyan isming kim seni? Ha? Ma'ruf. Ma'ruf. Menikichi? Abror, Ma'ruf, Abror. Siznikichi asal qiz? Kim? Malak? Malakmi ismingiz? Buncha chiroyli ismingiz? Jiyan bugun do'stlaring bilan xayrlashasanmi bugun? Bo'ldimi? Xafa bo'lmaysanmi? Do'stlaringni chiqarib tashlasak ichingdan? Ha? Ma'ruf? Abror. Sen Abror, ha? O'rtalaring xafa bo'lmaydimi? Yo'qotib yuborsak o'rtalaring ichingdan? Shunisi avjiga chiqqanda. Bo'ldi, charchadingmi o'rtoqlaringdan? Boshqa o'rtoq orttirasanmi endi? Bu o'rtalarda yo'qot, bu o'rtalarda foyda yo'q. Bular seni yuzingni oppoq dog' qilib, qorningni og'ritib, bo'yingni o'stirmay qo'yadi. Yangi o'rtalar orttirsang, orttiramizmi yangi o'rtoqlar? Hozir bitta ko'ramiz, o'rtalaring qanaqaligini. Qaysi o'rtalaring ko'pligini ichingda. Mana bu ko'ringan qirralilar bor-ku. Mana shular hammasi bular Ostritsa. Ostritsa qurtimizda tuxumchalar Ko'p ekan, ha? juda ham ko'p miqdorda, juda ham. Mana ko'ryapsan, tog'asiz ham. Mana shular hammasi shular. Bu tuxumchalar. Tuxumchalari rosa to'kilgan. To'kilib Rosa dahshat to'kilgan. Bular agar hammasi ochilsa, million bo'ladi-ku. Albatta, ha, million tegi chiqib ketadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Butunlay slishkim ko'p miqdorda ko'ryapsiz. Dahshat. Shular mana shular hammasi o'shani tuxumchalari. Juda ko'p miqdorda. Juda ham ko'p miqdorda. Ostritsa nevarangizda juda ham ostritsalar ko'p bo'lgan. Oqarishi ham shundan bo'lgan ekan, yuzlari oqarib ketishlari. Qachon ko'payib ketsa, bular o'zini kuchini ko'rsatadi. Bitta ikkita bilan kuchi yetmaydi. Hozir mana qarang, o'zi polni ochib chiqib, juda ham ko'payib ketgan. Hozir o'sha dorini hisobiga bular to'kilyapti. Va zing'illab o'sha dog'i kamaydi, yuzidagi ancha kamaydi deyapti-yu, lekin baribir ham hali bor-da. Hali sizlar 2 oy tozalaysizlar kamida. Yana bir 2 oylik ham topgansiz klizmaga, tog'a? Ha, yana bir tozalab turish kerak, hali to'liq tozalab. Mana shu axlatni ko'rganimizda mana shular chiqmasligi kerak, tog'a. Toza bo'lish kerak. Toza bo'lgan bo'ladi. Tushundingiz-a? Hozir to'kilyapti axlatidan, klizmadan. Necha xil turi bor ekan, faqat ostritsa ko'rindi, boshqa qurti turi ko'rinmadi. Boshqasi yaxshi. Ha, qolgani yo'q, boshqalari yo'q. Qolganlari tog'a ko'ryapsizmi qancha ko'pligini? Slishkim ko'p tog'a ko'rdingiz-a? Men aylantirib hamma joyini ko'rib chiqdim. Bu bir qismdagi olgan surtmamizda shuncha. Endi uni tasavvur qilavering. Masalan, ba'zi axlati qancha miqdorda to'kiladi, tushadi. Unda ancha-muncha narsa chiqib ketyapti o'zi. Yaxshi, ancha nimasi yaxshi. Doda ko'zingiz bilan ko'ryapsizmi? Ko'rdingiz-a? Bo'ldi, o'chiraman. Bu yerda hech narsa, ana meni qarindoshim, tanish bilishim yo'q-da. Birinchi marta mana 35 yilligini birinchi marta opani ko'rib turibman. Klinikadan endi birinchi marta ko'rib turibman. O'shaning uchun sizlarda masalan axlat olib keling, topshirib qo'yib tekshiraman deyishim mumkin edi. Просто ko'zingiz bilan ko'ring, что man xolis odam bo'lay dedim-da ertaga. Mani tanimaydi, hech kim ko'rmaydi, o'shaning uchun oldingizda qilib beraman dedim sirasi. Do'stlar, mana bizlar hozir Muslima Med klinikasidamiz. Ko'rib turgan lavhanglar, mana jonli lavha. Surxondaryoda boya shu nima deydi, uchrejdeniyani boshqaruvchisi, akasiz kim edi? Samandar aka bilan suhbatlashganimizda ayniqsa Ostritsa ko'p degandingiz-a. Hozir mana Sheroboddan kelibdi. Sheroboddan kelgan bolani bir qism surtma oldi, tekshirilganda haddan ziyod juda katta hajmda tuxumlar to'kilish boshladi. Opa, bu qanchalik zararli? Agar mana shu hozir yorib chiqsa tuxumlari, qanchagacha ko'payib ketishi mumkin ichida buni hozir qurt agar? Millionlar juda ham ko'p bo'ladi, milliontalar. Nima asoratga olib kelib qo'yishi mumkin agar bolasi hozir mana hozir yorilib, ichida ko'payib ketganda bu tuxum yorilib chiqqan tashqariga? Qorinda kuchli og'riqlar boshlanadi. O'sha dog'lari kuchayib ketadi. Masalan, butun tanasiga ham tarqashi mumkin. Tish g'ichirlatishlar kuchayib ketadi kechasi. Kechasi bezovta uxlashlar boshlanadi.
Keyin asablarga o'zi ta'sir qilish boshlagandan keyin ayrim bolalarimizni kechqurungi siyishli yuzaga keladi. Endurez kasalligi mana chiqib kelishi mumkin. Endurez deymiz, ana shulargacha olib keladi. Yoshlikning ahamiyati yo'q. O'sha qurtni miqdorining ko'payishiga bog'liq holatda bo'ladi. Tushundingiz? Keyin allergik holat ham chaqiradi. O'zidan o'zi terimizda har qanaqa toshmalar toshib, o'z-o'zidan boshlanib, qichishib, bolalar qiynaladi. Allergiya bo'yicha davolatamiz hech yaxshi bo'lmaydi bu narsa. Aslida bo'lsa mana shu qurtni belgisi hisoblanadi. Ko'pchilik aytadi-yu. Shira yemas kerak, shiraga o'ch bo'ladi. Tog'a, doktorda o'shaning uchun aybi yo'q-da. Sizlar doktorga olib borasizlar-da, allergiyasi bor deysizlar, qorni og'riyapti deysizlar, o'smayapti bo'yi deysizlar-da, u doktorga vitamin yozdirasizlar, vitamin. Vitamin naborot qilib Ha, bu naborot, mana buni boqqaningizdan keyin nima bo'ladi? U siz как molingizni tog'a ozdirmoqchiman deb turib, buqani kichkina joyga bog'lab qo'yib, ertadan kechgacha pomidor boqqanda gapda u. Keyin telefon qilib, meni bolam ozib ketyapti, allergiyasi tuzalmayapti deydi. Men 7 yil Oqtoshda allergiyaga maslahat berganman-da, allergiya bo'yicha 7 yil maslahat berganman. Ey, bolalaringlarni bitta klizma qilib qo'yinglar, qurtiga lecheniya qilinglar deganimda, bolam meni soppa-sog', do'mboq, oppoq, kasal emas bolam deydi. Lekin bitta analiz topshirsangiz, ichida ferma qurt, ferma. 2 oydan keyin, 3 oydan keyin yana bir olib kelasiz. Mana ko'rdingiz-a, qayerga olib kelishdi? Olib kelasiz, klizma qilasiz, 2 kun, 3 kun bitta klizma qilsangiz, yana qo'shimcha polni ichini yuvadi. Nutva yog' qatlamdagi va ichaklardagi tushirib beradi, tuxumlarigacha polni. Lekin bir sira klizma qilish kerak. Klizma qilmasangiz, u qotiradi. Ana kanalizatsiyadan suv jo'natganingiz bilan ichini tozalash kerak-ku ozgina. O'shaning uchun kerak narsa u, tog'a. Men nima uchun olib kelaman shtobi? Sizlar o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'ringlar deb turib men sizni chaqirdim. Bo'lmasa analizdan jo'natib yuboring, men sizga o'zim tekshirib, uyga jo'natib yuboraman deyishim mumkin edi. Tushunasizmi? Mana. Ko'rdingiz, ko'zingiz bilan. Nimani ko'rdingiz ko'zingiz bilan? Qurtmoqlarni. Meni qarindoshim emasmisiz? Yo'q. Qarindoshingiz emasmi? Yo'q. Ha? Ha, bo'ldi. Eng muhimi shu. Qarindoshchilik anonimiz bo'lmasa bo'ldi. Hatto hozir kommentariyada yozishadi. Sizlar o'sha klinikada kelishib olgansizlar, qarindoshlar deb turib. O'shaning uchun har bir joyga siz birga olib kiryapman. Oldingizga birga yurib, birga ko'rsatib beryapman. Yo'q bo'lsa yo'q deydi, bor desa bor deydi tog'a. Mana sizga qog'ozi, javob qog'ozlari. Javob qog'ozlari. Telefon raqamlarimiz bor. O'sha klizma xohlasangiz bemalol kelib, sizga kelsangiz klizmalarni o'tkazib beramiz. Farzandingiz, bolalaringiz, qizingizni o'g'limi yoki o'g'lingizni o'g'limi? O'g'lingizni o'g'li. O'g'lingiz kelmoqchi masalan. Xolos mana telefon raqami. Telefon qilsin, so'rashsin, rostdan olib keldimi? Rostdan tushdimi? Yoki mana qo'ni qo'shnilariga ham, boshqalariga ham agar shu Surxondaryoda yashasanglar, Termizdami, Sheroboddami, Oqqo'rg'on, nima deydi bu yerlar yana Qumqo'rg'on, Jarqo'rg'on, Denov. Mana 15 kun ichinglarda 10 kun. Mana olib kelinglar mikroskop, mana klizma. 3 kun klizma yoki 1 kun klizma natijasini ko'raverasizlar o'zingizlar. Bu yerda yozib, kesib, tog'a internetlarda modada hozir ana 50 metrlik qurtlarni kesib montaj qilib, mana bu dorini chiqardim, 50 metr qurt uchiradi dedi. Yo'q. Tushirmaydi tog'a. Klizma qilsangiz uchishadi 50 metrlik qurtlar. Tushundingiz-a? Bu sizga bu sertifikat. Bolangiz navarangiz ichidan fermasidan tushganlar ferma natijalari bu. Do'stlar, mana yana 2 nafar bir-biridan shirin bolachalar ko'rikka kelishdi. Ko'rikka adasi aka, yo adasi, yo oyisi. Qayerdan keldinglar aka? Termiz tumani qayerdan? Namunadan. Qo'y go'shtini yumshoq pishiradigan joy. Namuna. Do'stlar, chunki o'rtacha ko'p qo'y go'shti yeyishadi. Aka ham ko'rinishdan ko'p yeydimi deyman qo'y go'shtini. Opa, bolalaringiz necha yosh? Bu 9 yosh. Aha, kichkinasi? Bu endi 4 ga kiradi, 3,5 yoshda. 4 yoshga to'lmagan. Hali to'lmagan. Yo'q, endi to'ladi. Nutvani qayerdan ko'rdingiz? Instagramdan. Instagramdan ko'rdingiz. Birinchi ishondingizmi yo'qmi? Yo'q, ishonmadim. Ixlos qilmadingizmi birinchi? Bu ham mashinasi yolg'on aldayapti dedingiz, o'tkazib yubordingiz. Yo'q, endi ishonmadim. Keyin dadasi bilan maslahatlashib, keyin dadasi murojaat qilishdi-da. Necha kun ichirdingiz? Hali 1 oy, bu o'zi 1 oylik olganmiz, lekin 1 oyga yetgani yo'q. 2 list bor hali, 1,5 list. Necha kun ichdik taxminan bir 10 kun ichdimi? 10 kundan ham oshdi. 15 kun ichdi. Nima o'zgarish his qildinglar bolalarda? Qarang, mana shu o'g'lim juda ham yig'lardi kechasi. Uxlamasdi. Qorni og'rib yig'laganda bu qurt tishlaydi. Qurt tishlaydi kechqurun. Nima deydi? Qurtim bor deb yig'lardi-da. Dadasi ham uxlamasdi. Biz ham oxiri qarasak, o'sha nima qilib aytsa bo'lar chiqib kelardi-da oq qurt.
hozir xudoga shukur, Allohga shukur yaxshi. Yengil bo'ldimi? Yengil. Chunki kelgani hammasi bolam yaxshi uxlayapti deydi, dog'lari ketdi deydi, yig'lashlari yo'qoldi deydi, shamollamayapti deydi, kasal bo'lmayapti deydi, eng muhimi. Kuz kelsa bo'ldi, piq-piq shamollash edi deydi. Umuman yig'lamaydi, uxlashi ham yaxshi. Mana 9 yoshdagi o'g'lim shunaqangi nima deydi, yomon. Bu gap ko'tarmasdi. Birov bir narsa desa baqirib ketardi. Hozir qanday bo'ldi? Hozir spokойно. Jiyan, isming kim? Umar. Shunaqa chiroyli ismmi? Kim topdi bunaqa chiroyli ismni? Kim qo'ygan Umar deb buni? Shu ko'p ko'rasizmi deyman-da sahobalarni. 4 o'g'il Umar, Abu Bakr. Ali, Abu Bakr Usmonda 4 choriyamiz. Aka 5 ta oling aka. Aka Xudoyam berganini berib olibdi aka sizga aka. 4 ta o'g'lim, bitta qizim bor. Qani qolganlarga chiqmaydi, faqat shu ikkalasimi? Qaraymiz, ikkalasiga faqat nima qildik? Qurt hech qachon bu hoji aka, bu hojona demaydi. Buni akalarida toza demaydi. Ularda bo'ldimi? Kerak bo'lsa adasida ham, oyisida ham, buvisida, dadasida ham bo'ladi. Tim bo'lib bolalarda bo'lsa, bolalarga birdek ichirish kerak. Endi hozir sizlarni chaqirgandan maqsad mana o'zinglar bilan ko'rishinglar uchun ana Ahmadni olib ketib, ertaga kelsanglar tekshirib beraman demadim-da. Shu yerda o'zida ko'zinglar bilan ko'rish uchun. Mana boya otaxonni Sheroboddan kelibdi. Endi Ostrica bir qismidan olgan ekan, tekshirdik. Opa ferma xijolat. Agar ular yorib chiqqanda edi, hozir yorib chiqqanda tuxumchalar, har bittasi 1 million, 1 milliondan ko'payadi, 1 milliondan. U qurtni bor-ku, 1 oy ichida yuvishingiz kerak, qurt tushirish uchun, uncha qurt tushirish uchun. Vaqtida tushirib oldik. Vaqtida boshlabdi-da. U Ostrica degan qurt shunaqa tishlaydi, qorinchalarini tishlaveradi ichkaridan. Bizlar ko'rdik, axlatidan tushdi. Ko'rdinglarmi? Shunaqa shilimchiqqa o'xshagan narsa bo'ldi. Ichi to'la qurt. Sizlar lam bilan ko'rgansizlar. Lam bilan Ostricalarni ko'ribsizlar-da. To'lib ketganda. Ko'rdik o'zini kechqurun uxlatmagan payti. Ochib ko'rdinglar. Shunaqangi bosh chiqadi-da. Do'stlar, eshityapsizlarmi? Opa, bir telefon olmadingizmi? Yo'q, telefonga olmoqmizda. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? O'zi shunchalik ko'pligidan o'zi chiqib ketishni boshlabdi o'zi. O'zi chiqib boshladi. Nimalarga ham bordim, keyin bu kishi aytdi, ayolmaydi, ko'rdim, daras shuni nima qilaylik, zakaz qilaylik deb. Men aytdim, bo'ldi, zakaz qilib ko'raylik. Ikkalasiga chiroylik. Bulardagi unday emas. Mana shu ikkalasi yota olmasdi. Juda odamlar. Og'zidan suvlar oqardi yotgan. So'laklari. Ha, so'lak oqmaydi. Hozir endi opa o'zingiz ko'zingiz bilan faktini hozir laboratoriya qilamiz. Faktini kerak bo'lsa gashogini ham, mikroskopini ham o'sha shifokor, men o'sha doktor opa boya hozir endi ko'rdik opani ham. O'zingizlar o'tirib, gaplashib gerontolog bilan ko'rasizlar. Qanchalik bolada nima bo'lgan, qanaqa o'zgarish bo'lgan, nimani hisobiga qanaqa tushyapti. Bu lavhalar kesib tashlanmaydi hech narsa aka. Boricha qo'yiladi. Fakt, mana siz ham kimdirni ko'rib ixlos qildingiz, bolalarini tushganini ko'rib. Tag'ji sizlarni ham ko'rib kimdir ixlos qilib yana davom ettiradi. Do'stlar, lavhani o'tkazib yubormanglar. Unda bizlar hozir klizmadan keyin javoblarni yana birgalikda ota-onalar ko'rigida, ota-onalar ishtirokida o'zingizlarga qo'yib bir boshdan ko'rsatishni boshlaymiz. Qani, unda boshladik. Do'stlar, bizlar hozir mana yana ikkita bolani olib kelgan ota-ona bilan turibmiz. Mana lavha jarayonida etdim. Hozir do-postga qo'yib ko'rsataman deb mana klizma chiqishdi. Jiyanni qoni orib qolgan cho'zildi yana. Hozir klizma javoblari chiqdi. Hozir natijalarini ko'ramiz. Qani, nima bo'lsa shifokorimiz kutib olamiz. Shifokor kelsalar, Laziz opamiz. Mana opamiz o'zlari keldi. Abu Bakr, Ostricalarimiz rosa ko'p. Firma. Siz oyisi dadasi. Mana bu chiziqchalar, bular Ostrica tuxumchalar. Ko'ryapsiz, chizochalar. Bu o'zi shuncha narsa to'kilyapti degan. Chunki biz klizmani axlatini tekshiryapmiz. Ko'ryapsiz, qanaqa miqdorda. Rosa ham ko'p. Bu o'zi to'kilmaydi, o'zi xohish bilan. Yo'q, o'zi xohish bilan to'kilmaydi. Bu dorini kuchi bilan hozir. Klizma o'shani chiqazib bilamiz ham bor, hozir ko'rsataman sizga. Mana bu dumaloqcha bo'lyapti. Umarjondan ancha-muncha tozalangan. Nisbatan toza. Bunda uncha ham yo'q edi-yu, bori, lekin mana bunda kichkinada ko'proq bo'lganda. 10 talab chiqib keladi. Qarang, mana Umarni ko'ryapsiz, ancha toza. Boya u nimaga nisbatan, Abu Bakrga nisbatan ancha-muncha toza. Bitta ikkita ostricalarimiz bor, to'kilyapti, bori ham. Lam bilan bukular bilan bormi deyman? Hozir ko'ringchi, lam bilan chiqsa aytaman.
uchta bolani, mana oilalari, uchta farzandini natijalarini hozir birma-bir qo'yib ko'rsatyapti. Mana hozir mikroskop orqali ko'rishni boshlaymiz. Endi to'liq axlatlarni ko'rsata olmaymiz, chunki mumkin emas. O'shaning uchun mana tahlillarni opamiz ko'rsatib beradi. Bu qaysi bolaniki? Bu tak Ma'ruf. Ma'ruf qani? Mana kattasiniki ekan. Ma'ruf bitta. Bitta ikkita o'stritsalarimiz bor. Mana bu. Aha. Bitta ikkita joy ko'p emas. Menimcha ko'p tushib yo'qolgan shekilli. Ancha toza o'tdi deb olaysiz o'g'lingiz. Bo'lib qolgan ancha. Ma'ruf ko'rsatib emasdim, jiyan toza bo'lib qolsan-ku ancha. Bitta ikkita qolibdi yana. Yaxshi ichirgan shekilli vaqtida. Soatgacha ichiribsiz-da? Larigacha. Ertalab 5:16mi, 5:16da. O'shanaqa ichirsa, parhez bilan vaqtida ichirsa, natija zo'r bo'ladi-da. Boy otaxonniki juda ko'p tushdi-da. U 10 ta bola yeydigan bor, 20 ta bolani qo'rqitgan bunchalik emas-da, o'zi. Bunchalik emas. Ularda слишком ko'p edi. Bu Ma'rufniki почти toza bo'lgan. Почти toza-mi bola? Почти toza. Kamgina ostritsalari qolibdi, opa. Shular ham toza bo'lsa bo'ldi. Endi bu bir qismini olindi, lekin bor ostritsalar bir qismini ozgina qolgan, u o'sha ancha yaxshi. Bor ekan. Mana lambilachalar. Mana lambilar. Lambilalar bor ekan. Lambilalar ham tushibdi. Eng rasvolari mana shu lambilar juda opasnida. Yomon, lambilar eng xavfli qurib turi eshitgansizlar lambilar haqida. Ichi qotmaydimi? O'sishdan to'xtatib qo'yadi, rivojlanishdan to'xtatib qo'yadi, ishtahalarni bo'g'ib yemaydigan qilib qo'yadi, to'q qorin qilib qo'yadi. Ana shunaqa qurtni ko'rdingmi hozir? Xotiralarni pasaytirib tashlaydi. Rivojlanish, darslarni o'zlashtirish orqada qolib boshlaydi. Bosh oyoqlarda og'riqlar boshlanadi. Lambilasi bor bolalarda juda ko'p. Shu chaqirsangiz ham bir Ma'ruf deb chaqirsangiz ham ensasidan qotib eshitmagan o'tiradi. Xayol joyida bo'lmaydi. Shunaqa o'zi. Shunaqa lambilamiz nima bo'pti? Hali bor lekin oyisi. Lambila ostritsa tushyapti. Lekin ancha toza. Buncha ko'p emas, ancha toza. Ancha toza o'zi. Lekin parhezi ham joyida bo'lmayapti-da lekin. O'sha parhezni ham dash qilsangiz bo'ldi. Birinchisi bo'ldi. Birinchisi bo'ldi. Endi ikkinchisi. Endi Abror tekshiryapmiz. Abror mana. Bizda Abror. Bu kurashchi bo'lsa kerak, katta bo'lsa. Bundan ko'ra olsa ko'p bo'lsa kerak. Oho, bunda rostdan ham. Ferma yo'q. Hozir pastga ko'rsataman. Lambil ham ko'p ekan-a. Mana. Voy. Lambilar ko'ryapsizmi? Qanaqa ko'p. Chunki bunda qon Abrorda qonning ekan, lambilani ham, ostritsani ham. Rosa qoni. oldingi marta davolatganida ham shunga ko'p tuxum tashlagan edi-da, ikkalasiga. Qarang, qanaqa ko'p. Kattaligini qarang, opa siz uni. Haddan tashqari ko'p. Bu mikroskop hozir 400 marta kattalashtiryapti. Buni o'zi aslida razmeri, mana ruchkani nuqta qo'yasiz, shundan ham 50 marta kichkina. Ko'rolmaysiz uni axlatda tushayotganini ko'rolmaysiz, faqat mana mikroskop 400 marta kattalashtirganda chiqib kelyapti. Lekin ichagimizda tirnoqcha joyini o'zida 1 millionta bo'ladi. Tasavvur qiling, bu mana oshqozondan keyingi 12 barmoqli ichak, o'tda atrofi, ingichka ichakli boshlang'ich qismida yashaydi yani. U yoqda o'shanga hamma ovqat bilan tushayotgan nimalarimiz bor. Kaloriya, vitaminlar. Vitamin, mineral, mikroelement, hamma narsamiz teng, yarmidan ko'pini ham bilamiz. Shuning uchun bolalarimiz o'smaydi keyin. Shuning uchun rivojlanishdan orqada qoladi. Lambilar bilan doim oxirigacha kurashing. Lambilar hech qachon qolib ketmasin. Bitta qolib ketsa ham yetadi. Juda oson, chunki unda erkak urg'ochi yo'q, u tanasidan bo'lib ko'payib ketaveradi. Eng rasvo qurt turida to'la, opa. Juda ham ko'p qizingizda ham. Boya siz askariyda chiqdi degan edingiz-ku. Siz qaysi tumandan keldingiz? 3 yil oldingi tashxis. Ha, tashxis 3 yil oldingi. Bunisiga nima qo'yishganda bunisiga? Askariy. Bunisigacha? Ikkalasiga ham bilyapti. Sho'rcha. Oyisi askariyda Surxondaryoda pachki uchramaydi. Buni doim yodingizda saqlang. Chetdan kelib qolganlarda uchrashi mumkin. Yashab chetdan kelib va yerni kimdir endi kelib joylashib bo'ladi-yu. O'shalarda uchrashi mumkin. Sababi nima? Askariydan tuxumi bizni tuproqqa, Surxondaryo tuprog'ida yasholmaydi.
Chunki silishli issiq xonalarda yashaymiz biz. O'lib ketadi, xohlaymizmi? Askariyda odamdan odamga yuqmaydi, u faqatgina tuproqda. Bola masalan tuproq o'ynasa yoki qanaqadir meva sabzavotlarni yuvmasdan yeb qo'ysa, shunga o'xshash yerdan o'sadigan nimalarimiz bor, o'sha narsalarni yeb qo'ygandagina yuqadi. O'shanda ham tuproqda yashab qolgani bo'lsa, aslida lekin bizning tuproqlarda yasha olmaydi. Bitta ikkita o'stirikchalar chiqib boshladi. Chiziqchalarni ko'rsataman. Mana bunaqa chiziqchalar ko'rinyapti. O'stirikchalar tuxumchalar. Ancha kamayibdi-da. Bu kamaygan varianti, hozir ancha tozalangan. Qancha vaqt ichganda mahsulotni yoki oyisi 20 kundan Ancha-muncha toza bo'lib qolibdi ichlari. agar 20 kundan o'tkazib olib kelsak, o'sha foyda yo'qligini tekshirganimizda, o'sha top-toza chiqar ekanda ichi. Ichi top-toza chiqar ekanda, yana bir oydan keyin tekshirsak o'sha. Do'stlar, mana 3 ta jiyanda ham ichlari ancha-muncha toza bo'libdi. Agar ham 10 kundan keyin kelganimizda ichlarida hech narsa qolmas ekan. Chunki kam miqdorda o'stritsaning tuxumlari ozgina ham qolibdi. U ham tushib ketsa, o'ylaymanki, bo'ldi. Shu bilan qaytib bolalar yillar davomida gijja qurt degan narsa esiga tushmaydi. O'zimiz meni Termiz shaharda turamiz. Ismim Muhabbat opa. Shu 3 ta nevaralarim bor. Shu nevaralarning shu qurtlari paydo bo'lib qoldi. Sabab nimaga? Yuzlari dog' bo'lib qoldi, ranglari o'zgarib qoldi, appetitlari yo'qolib qoldi. Shundan keyin shu Instagramda reklamani ko'rib, intern oldi. O'shani bir maysim bir olay ko'raychi, qanday natija beradi. Xudoga shukr, mana 20 kundan beri ichyapti shu dorini. O'shani ranglari o'zgarib ketdi. Bolalar dog'i yo'qolib qoldi, ham appetit ko'tarilib ketdi-da, yaxshi. Ovqatlanishi yaxshi, ham ana nimani kechasi tishlarni qichirlashni qoldi-da. Yaxshi, Xudoga shukr, rahmat. Men Nurmuminova Gulhayo, shu qizlarimning onasiman. Qizlarimni 20 kundan beri mana shu dorilarni tavsiya qilgan dorilarni ichib boryapti. Yaxshi natijasi. Ovqatlanishlari, yuzlaridagi dog'lari, ishtahalari hammasi yaxshi. Men xursandman shu dorilarni ichib tavsiya qilganlaringizga.